Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun odam va hayvonlar fiziologiyasi fanidan antropometrik va somatometrik ko'rsatkichlarni aniqlash mavzusi bo'yicha tanishib o'tamiz. Bu albatta ta'limot asosida darslarimiz davom etadi. Birinchi nimaga keladigan bo'lsak, o'qituvchiga demak pedagogik vazifalar yuklatilgan bo'lsa, bu darsimizda biz demak talabalarda jismoniy rivojlanishni shaxsiy baholash bo'yicha ish mahoratlarini shakllantirishni o'rganishimiz lozim bo'lsa, keyingidan esa talabalarni uyushgan bolalar jamoalarda jismoniy rivojlanishni qiyoslash, ya'ni taqqoslash orqali baholashni o'tkazish ko'nikmalarini rivojlantirishimiz mumkin bo'lsa, uchinchidan esa talabalarda kuzatishga olingan bolalar salomatligining holatiga javobgarlik hissiyotini shakllantirish lozim bo'lsa, to'rtinchidan esa talabalarning eruditsiyasini oshirish bo'lib hisoblanadi. Yana bundan tashqari, demak, mana shu antropometrik, somatometrik ko'rsatkichlarni aniqlashda albatta talabalar quyidagi vazifalarni bilishi lozim bo'lib hisoblanadi. Birinchidan, demak, bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishini standartlari haqida umumiy tushunchaga ega bo'lishi lozim bo'lib hisoblanadi. Ikkinchidan, demak, bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishini shaxsiy tarzda regressiya shkalasi bo'yicha baholash tartibini bilishi lozim bo'lsa, uchinchidan esa uyushgan jamoalardagi bolalarning jismoniy rivojlanishini qiyoslash, baholashni o'tkazishni bilishi lozim bo'lsa, uyushgan jamoalar albatta bu ta'lim muassasalari bo'lsa, qiyoslashni baholashda esa turli guruh yoki sinf o'quvchilarini demak o'sish va rivojlanishini demak bir-biridan farqlarini bilishimiz lozim bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, demak, talabalar mana shu dars mobaynida quyidagi talablarni bajara olishi lozim bo'lib hisoblanadi. Demak, birinchidan, bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishini regressiya shkalasi usulida shaxsiy tarzda baholash mahoratiga ega bo'lishi lozim bo'lib hisoblanadi. Bu nima degani? Demak, har bir bolaning demak antropometrik va somatometrik ko'rsatkichlarini aniqlash orqali demak o'sha regressiya, ya'ni o'sish darajasini qanday baholashni mahoratiga ega bo'lishi lozim bo'lib hisoblanadi. Ikkinchidan esa yuqorida biz aytib o'tganimizdek, o'sha jamoalarda, ya'ni maktab yoki bolalar bog'chasi yoki oliy ta'lim sinf yoki guruhlarida ta'lim olayotgan bolalar yoki talabalarning jismoniy rivojlanishini o'rtacha statistik parametrlarni hisoblashi, bajarishi lozim bo'lsa, uchinchidan esa taqqoslanayotgan jamoalardagi bolalarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari o'rtasidagi farqning haqqoniyligini aniqlashi lozim bo'lib hisoblanadi. Mana demak, bu yerda masalan o'sha turli ta'lim muassasalarida bolalar ko'rsatilgan. Albatta bunda demak bolalar turli o'sish xususiyatlarga ega. Qanday? O'sha antropometrik yoki somatometrik ko'rsatkichlar. Antropometrik ko'rsatkichlar albatta bolaning o'sha bo'yining o'sishi qay suratda davom etyapti, yoshiga mos tarzdami? Somatometrik ko'rsatkichlar esa yuqorida biz aytganimizdek o'sha gavda qismining yoki bosh aylanasining, ko'krak qafasining aylanasi nima qilinadi? Tushuniladi. Bundan tashqari bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini oilada hamda maktabgacha hamda maktab ta'lim muassasalarida tarbiyalash va o'qitish sharoitlarining qanday yaratilishiga bevosita bog'liq bo'lib hisoblanadi. Bu nima degani? Demak, har bitta ota-ona albatta farzandining
sog'lom o'sish hamda rivojlanishi uchun mas'ul bo'lishi so'raladi. Shu jumladan ta'lim muassasalari ham, bolalar bog'chasi, maktablar ham mana shu yerda demak ta'lim olayotgan bolalar o'sha o'tirish stullar bolalarning demak o'sha jismoniy o'sish sur'atlariga mos ravishda bo'lishi kerak bo'lsa, bundan tashqari o'sha bolalarda ovqatlanish tartibi qanday, jismoniy yuklamalarning xarakteri qanday, o'qish joylarining tashkil etilganligi qanday sharoitda oqilona tuzilgan yoki kun tartibi o'quvchilarga talab darajasida qo'yilganmi? Mana shularni yana bundan tashqari o'sha darslarning tartib va xarakteri, albatta dars jadvali tuzganda ham tartib bilan og'ir yengilligiga qarab turib nima qilinadi, tuziladi. Shuning uchun ham barcha fanlar o'sha bolalarning o'zlashtirish holatiga qarab turib, o'sha o'zlashtirishi oson bo'ladigan fanlar, o'zlashtirishi qiyin bo'ladigan fanlar hamda o'rtacha fanlarga nima qilinadi, bo'linadi. Mana shular qay tarzda dars jadvaliga qo'yilgan. Mana shuning uchun ham bolalar mana shu xususiyatlar orqali o'sish rivojlanishini doimiy ravishda kuzatib borishimiz lozim. Bunda o'sha bolalar shifokori o'smirlarning shaxsiy rivojlanish belgilarini tekshirish orqali aniqlashi lozim bo'lib hisoblanadi. Bu omillar biz bilamizki o'quvchilarda juda ham katta muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Mana bu yerda demak o'sha bolalarning jismoniy rivojlanishini tekshirish va baholashda albatta yiliga bir marta o'tkaziladi hamda olingan natijalar har bir bolaning shaxsiy rivojlanish kartasiga yozib borilishi lozim bo'lib hisoblanadi. Bu 0-26 hisob shkalasi bo'yicha nima qilinar ekan, aniqlanar ekan. Bundan tashqari demak mana bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanish haqida bir qator belgilar, ya'ni ko'rsatkichlar mavjud bo'lishi hisoblanadi. Bular fikr va xulosalar chiqarish orqali amalga oshiriladi. Somatometrik, yuqorida biz aytib o'tganimizdek fiziometrik ko'rsatkichlar, u mushaklar kuchi, ukaning tiriklik sig'imi, arterial bosim qiymati, puls tezligi, teri osti yog' qatlamining qalinligi bo'lishi hisoblanadi. Somatometrik ko'rsatkichlar bilan o'sha skeletning holati, badan terisining holati, doimiy tishlarning soni jinsiy rivojlanish formulasi orqali aniqlanadi ekan. Mana bu yerda demak somatometrik ko'rsatkichlarni aniqlashda qo'llaniladigan o'sha usullar, mana oddiy tasma orqali yosh bolaning o'sha boshning qismi nima qilingan, aniqlanyapti. Bundan tashqari demak mana bu yerda esa bolaning bo'yinini o'lchash mumkin bo'lishi hisoblanadi. Bo'yinni o'lchashda ham qator omillarga nima qilinadi, ahamiyat beriladi. Bola o'zini qaddi qomatini rost tutib turgan bo'lishi, tik qaragan holda bo'lishi kerak. Bunda ko'z aylanasi bilan quloq teshigi o'rtasidagi parallel chiziq bir-biriga to'g'ri kelishi kerak bo'lishi hisoblanadi. Vaznni o'lchashda mana elektron tarozilardan foydalaniladi. Agar qishki kiyim bo'ladigan bo'lsa 0.3 yoki 0.5 kilogramgacha o'sha kiyim qismi ajratib tashlanish xususiyatiga ega bo'lib hisoblanadi. Mana shunday qilib demak bu vazifalarni belgilashda juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan usullar mavjud bo'lishi hisoblanadi. Bulardan ham demak talabalar foydalanishi lozim bo'lishi hisoblanadi. Belgilangan vazifalarni har bir talaba o'zlashtirib, o'zlari bir nechta talaba ustida, o'quvchilar ustida ish olib borib tayyorlanib kelishi lozim bo'lib hisoblanadi. Mahalladagi, oiladagi rollar bunda juda katta ahamiyatga ega bo'lib hisoblanar ekan.
Shunday qilib, demak, bugungi darsimizning asosiy mavzusi yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.